tadbirkorlar. Bizning kredit produktlarimiz bor. Bitiruvchilar bo'yicha yo tadbirkorliklar bo'yicha. Bitiruvchilar bo'yicha 18% dan 21%gacha kreditlar ajratiladi. Bitirganiga 3 yildan ko'p bo'lmagan holda 10 milliongacha o'zini o'zi band qilgan holda 300 milliongacha o'sha tadbirkorlik qilish nimasida 18% dan kredit ajratiladi. Tadbirkorlar uchun talabaga madadkor kreditimiz bor. U tadbirkor olsa bo'ladi. O'sha 5 milliardgacha beriladi 18% dan. Unda har bir milliard uchun bitta talabani ishga qabul qilish kerak. O'sha shartnoma bo'ladi. Shartnoma 2 yilgacha beriladi. 2 yil davomida talabani ishdan bo'shatsangiz kredit foizi tijorat bank foiziga avtomatik o'zgartiriladi. Ya'ni ko'tariladi. Agar o'sha 1 oy davomida kredit talabani boshqa talab olsangiz, unda o'zgarmaydi. O'sha nima bo'yicha qoladi. Shartnoma bo'yicha qoladi. Keyin 30 yoshgacha bo'lgan tadbirkorliklar qilish nimasi bor? 100 milliondan 2,5 milliardgacha beriladi. Bu foizlari ham 18% dan. Unda faqat sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo, umumiy ovqatlanish hammasiga beriladi. Unda faqat zalog bo'ladi. 100 milliondan o'sha 2,5 milliardgacha bo'lganda ishchi o'rinlar ham talab etiladi. Ishchi o'rin yaratish. Ya'ni siz masalan 200 million olsangiz, o'shani ishchi olsangiz 50% yoshlar tashkil qilish kerak. 30 yoshga to'lmagan. Bu nimalarimiz ham bor. Keyin yangi nimalar uchun yengil start kreditimiz bor. 300 milliongacha beriladi 24% dan. Tadbirkorlik qilgan bo'lsangiz 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. Aylanma uchun 18 oyga, asosiy vosita uchun 36 oyga beriladi. Imkoniyat kreditimiz bor. Bu garovsiz beriladi. Faqat sug'urta asosida 150 milliongacha 23% dan